Agar turgan joyingiz yoqmasa, uni o'zgartiring. Chunki siz daraxt emassiz-ku. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun juda ham chiroyli eksklyuzivni xonadonlardan birini obzoriga kelganmiz. Yaxshi niyat bilan shu videomizni boshida bitta like qizartirib qo'ying. Ilohim sizga ham bizga ham mana shunaqa chiroyli xonadonlarga kirib yashashlik nasib qilsin. Infinity'da joylashgan bu xonadonimiz 4 xona 88 kvadratdan iborat xonadonimiz hisoblanadi. Xo'p. Zal qismimizni qaranglar. Yumshoq mebellarimiz, juda ham sifatlilarni o'rnatishgan kartinka va bu yoqda konditsionerlarimiz bor. Bu yoqqa esa kattagina 75 talik televizorlarimiz o'rnatilgan va bu yoqda esa 4 talik o'tiradigan stol-stullarni qo'yishgan. Mebellarimiz hammasi shpondan qilingan, hurmatli obunachilar. Bu yoqda esa bizni mana ko'rishinglar mumkin. Xolodilniklarimiz bor. Bu yoqda esa hamma texnikalarimiz, bosh texnikalari ishlatilgan bu xonadonimizda. Bu yoqda esa posudomoykalarimiz va bu yoqda mana stiralkalarimiz bor va duxovka, mikrovolnovka, xullas hamma narsa ideal darajada, hurmatli obunachilar. Kelinglar, kirish qismimizdan boshlaymiz. Xo'p, bu yoqda kirish qismimiz, kirganimiz o'ng tarafimizda oynali zonamiz, bu yoqda esa stroyniy shkaflarimiz bor. Endi xonalarimizni bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Bu yoqda bitta bolalar yotoqxonasi desak ham bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi o'rnida foydalansangiz bo'ladi. O'zini spalnisi juda ham chiroyli birralari bor. Bu yoqda esa mana ko'rishinglar mumkin, kitob javonlar uchun alohida joy qilingan va bu uyimizni bu yerida o'zining shkaf qismi ham bor, hurmatli obunachilar. Konditsionerlarigacha bor. Xo'p, endi kelinglar, yana bitta xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizda to'pli pol bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yoqda yana bitta bolalar yotoqxonasi, mana bir kishilik bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kartinka, birra bu yoqda mana dars qilib o'tirishlari uchun sharoitlar qilingan, hurmatli obunachilar. Kitob javonlari, shkaflari, xullas hamma narsa aytganimizdek bu xonadonimizda udar darajada. Bu yoqda esa umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin, barcha bitovoy texnikalari hamma narsasi bor. Endi kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnisi ham juda ham katta, yorug', kirib maza qilib yashaydigan sharoit qo'yilgan. Mana o'zining bu yoqda spalnilari, ikkita chetimizda biralari, o'zining shkaflari, bu yoqda mana kitob javonlari yoki suvenirlaringizni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Mana televizorli zonalarimiz va bu uyimizni, aynan bu xonadonimizni bu yoqda o'zining kattagina sanuzel qismi joylashgan. Xo'p, do'stlar, bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, albatta opsiyada yozib qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, chunki shunaqa chiroyli xonadonlarni sizlarga obzor qilib charchamaymiz. To'liq ma'lumot uchun telefon qilsanglar tushuntirib beramiz. Sizlar bilan Muhibulomad Rahim bo'ldi. Sog' bo'linglar.